Hop, 40 yetyapti. Bu yerda 43 ekan. 43. 42 yozyapti. Ifodalarni soddalashtiring deyapti. Hop, nima qilamiz? Azbek eshityapsizmi? Yormuhammad, Mubina, Mira, Maryam, Sevinch, Fotima. Eshityapsizlar? Hop, qaranglar. Birinchi qiladigan ishimiz eng kichkina darajasini topaman. Mana bu yerda x birinchisi bor. Mana bu yerda 1 taqsim 2, to'g'rimi? Qaysi biri kichkina, 1 taqsim 2 mi, 1 mi? O'sha eng kichkinasini olib olaman. X 1 taqsim 2-sini qanaqadir a deb belgilab olaman. Tushundinglar? Savollarim. Xo'p, bu yerda men x ni topishim uchun ikkala tomonni nima qilsam bo'ladi? Ikkala tomonni ham kvadratga ko'taraman. Nega aynan kvadratga? Chunki mana bu 2 bilan 2 nima qiladi? Nima qiladi? X teng a ning nimasiga? Kvadratga. Tushundinglar? Savollarim. Agar 3 bo'lganda kub bo'ladi. Kubga oshirardik. Xuddi shunaqa. Ikkinchisi. Endi y ga navbat. Y ga 1 taqsim 2-si teng bo'lsa qanaqadir nimaga? B ga. To'g'rimi? Buni ham ikkala tomon nima qilamiz? Nima qiladi ikkalasi? Y teng bo'lib qoladi nimaga? B kvadrat. Endigi qiladigan ishimiz x larni ko'rgan joyimga a ni kvadratini qo'yaman, y ga ko'rgan joyimga b ni kvadratini qo'yaman. Buni tushundingizmi? O hali yo'q degani yo'q. Qaytiga? A kvadrat. Mana buni? Qarang. Yo'q, biz o'zimiz misolni kichraytirmoqchimiz-da. Tushundingizmi? Ixchamlashtirmoqchimiz. 2 ni sakraysak ketdi-ku. Yo'q emas. Qarab turing. Eng kichkinasi x 1 taqsim 2-simi? Yozib oldimmi? Men teng bo'lsin qanaqadir a ga deb turibman. To'g'rimi? Men bu yerdan x ni topib olishim kerak. Chunki mana bu 1 taqsim 2, 3 taqsim 2, 1 taqsim 4 bilan ishlash qiyin juda ham. Tushundingizmi? Hattoki mana bu joyda soddalashtiryapman. Xo'p, men bularni qilishim mumkin, lekin men bu kelganda to'xtab qolaman o'sha. Xo'p, x 1 taqsim 2-sini yozdim, to'g'rimi? X ni topish uchun ikkala tomonni kvadratga oshirsam bo'ladimi, Maryam? Nega aynan kvadratga? Chunki men 2 bilan 2 nima qilardi? Qisqaradimi? Tushunyapsizmi? Ha, endi x teng bo'lib qoldi nimaga? A ning kvadratiga. Xo'p, xuddi shu qoidani y ga nisbatan ishlataman. Ha, endi buni a deb qo'ymanglar, boshqa harf bo'lsin, chunki mana y turibdi. B kvadrat. Ana endi x larni ko'rgan joyimizga a ni kvadratini qo'yamiz, y ga ko'rgan joyimizga b ni kvadratini. Buni tushunyapsizmi? Qat'iy tushunmaysiz, so'rang. Qarang. Men bu yerga yozib o'ra qolay. Xo'p, mana x 1 taqsim 2-sini a deb turaman. Ya'ni boshqa harfga o'zgartirib turaman. Tushunarli? Kichraytirish uchun darajasini. X topish uchun ikkala tomon nima qilamiz? Kvadratga oshiramiz. Nega aynan kvadratga? Chunki mana bu 2 bilan 2 nima qiladi? Qisqaradimi? X teng bo'lib qoldi nimaga? A ning kvadratiga. Mana o'sha kvadratmi? Ikkalasi bir xilmi? Tushundingizmi? Xuddi shu qoidani y ga ishlatamiz. Y ga 1 taqsim 2-si b bo'lsa, ikkala tomonni kvadratga oshiradigan bo'lsa ham 2 bilan 2 nima qiladi? Qisqarib y teng b kvadrat. Kim tushunmadi? Sevinch. Mubina. Davom etavering. Hop, boshladik. X o'rniga nima qo'yamiz? Yozaman. A ning kvadrati minus y o'rniga taqsim x 1 taqsim 2-sini nima deb olgandik biz? Ha, bo'pti, unaqa qilmanglar. Adashib ketasiz, unaqa qilmanglar. X o'rniga nima qo'yamiz? A ning a kvadratni birinchi yozaman. Tashqarisida nima turibdi? 1 taqsim? Yo'q. Xuddi shuni ham ishlaylar. Plus y nima chiqdi? B ning kvadratini birinchi yozaman. Tashqarida necha turibdi tepada? Tushundinglarmi? Tepani yoyib olsa bo'ladimi? Azbek tushunyapsizmi? A minus B. Xo'p, pastga qaraydigan bo'lsanglar, mana bu 2 bilan 2 nima qiladi? Bu ham qisqaradimi? A plus nima qoldi? B mi? Ikkalasi nima qiladi? Qisqarib ketsa nima qolar ekan? Xo'p, biz a deb nimani olganlik? Birinchi a deb x 1 taqsim o'rniga olib kelib yozaman. X nechinchisi ekan? 1 taqsim 2-si. A b deb y ga. Savollar bormi? Kim tushunmadi, so'ranglar. A minus b yozoldik-ku. O'zini eskanimizni yozib qo'yamiz, bo'ldi. Oxiri chiqqan javobni o'rniga olib yozib qo'yasizlar, nima deysiz? Plus. To'g'rimi? Lekin misolda minus edi-yu, plus edi. Biz minus chiqdi a.
minus bir chiqdi-yu. Xo'p. Joyga olib kelib qo'ydingiz-ku, lekin misolda plyus-yu o'rtasida, to'g'rimi? Yo'q, qani plyus? Yo'q, mana pastida. Yo'q, sizlar vachcha hozir Fotima kirib ketib qoldi misol uchun boshqacha o'ylab qo'yasiz. Mana qaranglar. Xullas, eshitinglar. Bo'ldi. Misol nechi chiqqan bo'lsa o'shasini. Azizbek qayta tushmadi. So'rayman, o'zim aytay. Qaysi Azizbek qaysi so'rang. Mana o'shasi hozir. So'ranglar, qaysi o'sha joyini ko'rsatinglar, men ko'rsatib beraman. O'rniga a qo'ydik, yana oxirida ani o'rniga x olib kelib. Mana bu joyimi? Sakrashinglar. Shumi mumkin? Ha, qaranglar. A deb nimani oldik? Birinchi x 1 taqsim ikkinchisi nima edi bizda? Mana x 1 taqsim ikkinchisi teng deb oldik nimaga? A ga. To'g'rimi? Ana endi x 1 taqsim ikkinchisini o'rniga nimani olib kelib qo'yishim kerak? Ya'ni a ni o'rniga x 1 taqsim ikkinchisini. Chunki biz buni nima deb? Ha, nega qisqartirdik? Chunki biz misolni ixchamlashtiryapmiz-da. Bizga misolda o'ylab ko'ringlar, a bilan b berilganmi? Yo'qmi? A bilan b berilmaganmi? Xo'p, mana x li misol, x y li misol berilgan bo'lsa, javob ham x y li chiqishi kerakmi? Qaysi? To'g'ri. Chunki qarayapsizmi? Biz a deb birinchi nimani oldik? Birinchi a deb. X stepeni 1/2 ham olib borib o'rniga yozsam bo'ladimi? O'shandan keyin qoladi uni yechmaysiz. Shunda qoldiramiz. A b deb nimani oldik Azizbek? B deb. Tushundingizmi, tushunmadingizmi? To'g'risini ayting. Aldamay tushunmadingiz. Hozir qarab turinglar, yana bir ikkita eshitaylik. O'zi endi boshladik. Yaxshilab qarab turinglar. Xo'p. Keyingisi. Xo'p, mana bu ildizni ko'rgan paytingda ildizsiz qilib yozib olinglar. Xo'p. Mana bu yerda 1 bo'larmidi? Mana bu yerda nechi bo'ladi? 2. Bu yerda ham 1, bu yerda ham 2. To'g'rimi? O'tgan dars o'tdik. Ildizsiz qilib yozmoqchi bo'lsam, 1 ni 2 ga nima qilaman? Ya'ni a ni 1 bo'lingan 2 mi? Minus b ni 1 taqsim nechinchisi? Ikkinchisi. 3 bo'lganda 3 taqsim 2 bo'lardi. Buni ko'chirib turaman, o'zi yaxshi turibdi. Nega ildizdan chiqardi? Chunki ildizdan chiqarib yozsanglar, hammasi ko'rinadi, qaysi biri kichkina, qaysi biri katta. Azbek tushundingizmi? Mubina. Yorumxomat. Elmira. Qaysi? Mana buni? Ha, qaranglar. O'zi misol uchun ildiz ostida 36 berilgan bo'lsa, to'g'rimi? Mana bu yerga hech narsa yozilmagan bo'lsa, esladi bo'lsa yetib ketgandim. 2 yozilgan bo'lardi. Yetmaganmi? Ha, tushundingizmi? Hech narsa yozilmagan bo'lsa, demak necha turgan bo'lar ekan? 2. 3, 4, 5 bo'lsa o'zlari yozib qo'yadi qolganini. Faqat 2 ni yozmaydi. 1 bo'lmaydi. Yo'q, 1 bo'lmaydi. Yo'q, 1 bo'ldi degani ildiz emas deganida shu. Xo'p. Xullas ildizsiz qilib yozib oldik. Endi ha, qaranglar. Qaysi biri kichkina, bumi? Bumi. Kichkinasini topamiz. 1 taqsim 2 kichkina, 1 taqsim 4 mi? 1 ni 2 ga bo'lsak 0,5 bo'ladi. A 1 ni 4 ga bo'lsanglar 0,25 bo'ladi. Katta, a mana bu nima ekan? Kichkina. A demayman, a ni 1 taqsim 4-sini endi a demayman-da, x deb turaman. Chunki ajralib turish kerak-ku misol bir-biridan. Hozir a deb qo'ysam, keyin topolmay qolaman sherigini. Tushundinglar? Azbek, Mubina. Xo'p, nima qilamiz? 4 yo'qotish uchun ikkala tomonni ham 4-darajaga nima qilib olish kerak? Oshiramiz. Qisqartib. x o'zlari yozadi. Azbek tushundingizmi? Agar xo'p, qaranglar. Tugatib olaman shuni. B ni 1 taqsim 4-si teng deb olamiz nimaga? Y ga. Ikkala tomonni ham qaysi darajaga? 4 ga oshiramiz. Ketadimi? Tushunarli? Xo'p, agar sizlarga a bilan b lar kelib qolsa, x bilan y qilib ishlaysizlar. X bilan y kelib qolsa, a bilan b qilib ishlaysizlar. Mana qarang. Misolda hozir a bilan b qatnashyapti mazbi. Chunki ajralib turish kerak edi. Agar hozir betga ham a deb yozib qo'yadigan bo'lsam,
misolda sakratsiz qilib ishlayotgan paytim o'zim tushunmay qolaman. Tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda qisqartirasizlar-yu. To'xta. Mana bu ham A bo'lsa, mana bunday bo'lib qoladi-da, qaranglar mana. A ni 1/4-si teng deb oldinglar A ga, to'g'rimi? Xo'p, 4 ga oshiramizmi? Bu nima qiladi? A teng bo'lib qolyapti A ni nechinchisiga? Nima ma'no bor bu yerda? O'zgaryapti nimadir. Bundan unga o'tib qo'yapti. Mana o'zim. Xullas, biz maqsadimiz mana bu kasrlar bor-ku, droblar. O'shalarsiz ishlashda misolda. Chunki sizlar o'rgangansizlar, to'xta, A minus B taqsim A kvadrat minus B kvadrat bo'lsa, mana buni yoyib yuborsam bo'ldi-ku, qisqarib ketadi deb o'rgangansizlar, to'g'rimi? Bir marta minus, bir marta va hokazo, mana bu qisqaradi deb o'rgangansizlar, to'g'rimi? Shu narsaga olib kelib ishlaymiz bu misollarni. To'xtaylik, ishlaylik, o'zi endi misol ishlaylik. Tushunib olasizlar, xudo xohlasa. Aslini topib oldik. Xo'p. A ni ko'rgan joyimizga x nechinchisini qo'yamiz? 4-sini. B ni ko'rgan joyimizga y ga 4-sini yozib olaman. A ni o'rniga x nechinchisi? Azizbek yozaveraman? X 4-sini yozdim. Darajasi nech turibdi? B ni o'rniga y ga nech turibdi? 1/. Yana qaytadan A ni o'rniga nechini yozamiz? X bir taqsim, to'g'rimi? Tushundinglar? Yaxshi. Xo'p. Ketdi, soddalashtiramiz. Bular nima qiladi ikkalasi? 2 qoldimi? Bu yerda ham 2 qoldimi? Tepasida nima qolar ekan? X kvadrat minus y. Bular ketadimi? Nima qoldi? X minus. Bu buni tushunyapsizmi? Formulami oddiy. Mana bu. Mana tepasi qolib ketibdi, uzr. Bir marta minus, bir marta bu ikkalasi nima qiladi? Nima qoldi? X plus. Tushunarli. Savollar bormi? Bo'ldi. X deb nimani olgandik biz? Lekin uni A ni 1/4. To'g'rimi? Plus y deb B ni 1/4. Savollar bormi? Qiymasmi? Bo'bina. Tushundingizmi? Aniqmi? Qaranglar. Xuddi shunaqa. Eng kichkinasini olib belgilash kiritasiz. Xo'p. Mana savol solmas ekanda. Mana shuni ishlaylik. Xo'p. Buni o'chiraman deb o'tdim. Mana yozib olaman. Buni endi olib turamiz yana. Shuni ko'chirib olib. Qolib ketmasin shu misol. Xo'p, nima qilish kerak? Mana bu yerda ildiz yo'qotish kerak birinchi. To'g'rimi? Nima qilamiz? Qaranglar, bironta joydan yozaman. Mana shuni o'zini yozing. Ildiz ostida m n degani, to'g'rimi? Alohida yozadigan bo'lsam, ildiz ostida m ko'paygan, ildiz ostida n bo'ladimi? Azbek. Buni tushundingizmi? Mana bu narsa bor-ku. Ildizda siz o'tmagansiz, qarang. Ildiz ostida m n turibdi, mana o'zini yozib oldimi? Alohida yozsam, ildiz ostida m ko'paygan, ildiz ostida n bo'lib qoladi. Tushundinglar? Yolg'on tushundingizmi? Xo'p, ildizsiz qilib yozaman. Mana bu yerda necha turardi? 2, bu yerda ham 2. Bu 1, to'g'rimi? M mi? Azbek. Bu adlini chiqaryapti. M 1/. Ha, 1 2 ga bo'lamizmi? M nima kvadrat? Qani kvadrat? Ha, qarang. Ko'ringni tepasiga hech narsa yozilmagan bo'lsa, Azbek 2 turarmidi? Mana bumi? Mana bumi?
chiqamiz. Yo'q, bu n-niki, n-ikkisi, mana bu 2 m-niki. Tushundinglar? Xo'p, 1 ni 2 ga bo'lamizmi? 1 ni bu yerda ham 2 ga bo'ldikmi? Savollar bormi? Xo'p, mana olib, buni o'rniga shu narsani ko'chirib olsam bo'ladimi? Ana birinchimi? Qaysi birinchisi? Yo'q, yozdim. Qaysi? Ana. Ilzosda M bor. Mana bumi? Yo'q. Ana yozdim birinchisi. Ilzosda M. Xo'p. O'shani pastiga yozdim, to'g'rimi? Ha, shuni yoyib yozib qo'yaman-da. Sal kattaroq yozay, bitta chalkashib ketdi. Mana qarang. Ilzosti m ko'paygan ilzosti nima? M. Tepasiga hech narsa yozilmagan bo'lsa, doim necha turgan bo'ladi? Ichkarida 1 bor, to'g'rimi? 1/2, 1/2. Tushunarli? Xo'p. Demak, buni o'rniga bu narsani ko'chirsam bo'ladimi mana bu yerda? M plus 2 o'zgarmaydi-ku, turibdi joyida. M ni o'rniga mana narsani olib kelaman. M 1/2 nechinchisi? Plus m. Savollar bormi? Hali, shoshmanglar. Hali mana bu ishlarni kim qiladi? Mana bularni kim qiladi? Ustoz shunda 2 ni orasida, 2 bilan M orasida ko'paytiruvlarmi? Ha. Ko'paytirish bor. Xohlasanglar yozmayman, ko'paytirish yozmayman. Yonma-yon turibdi, bari ko'paytirish. Xo'p, boshladik. Qaranglar. Kichkinasi qaysi biri? Mana bu yerda 1/2 bor, to'g'rimi? Mana bu yerda 1 1 kichkina 1/2 mi? Azizbek, qaysi biri? 1 kichkina 1/2 mi? Xo'p, nima deb olamiz? M 1/2-sini xohlasanglar A deb olinglar, xohlasanglar B deb olinglar. Xullas M bilan N bo'lib qolmasa bo'ldi. Xohlasanglar tutuq belgisini qo'yib olinglar. Nima deb olamiz? Ikkala tomon nima qilamiz? Bular ketadimi? Tushunarli? Endi n ni 1/2-si b ni nimasi? B deb turaman. Ikkala tomon nima qilamiz yana? Bular nima qiladi? N teng bo'lib qolar ekan b ning nimasiga? N ni ko'rgan joyimga a ni kvadratini qo'yib chiqaman. N ni ko'rgan joyimizga b ni kvadratini boshladik. Tayyormisizlar, bo'ldimi? Hop, m ni o'rniga nimani qo'yar ekanmiz? A ni kvadrat. Tashqarisiga necha turibdi? 1/2. M o'rniga shunchaki a kvadrat, to'g'rimi? 2 a kvadrat tepasi nechi? 1/2 b kvadratni 1/2 va plus n ni o'rniga b ni. Azizbek, tushundingizmi? Aniqmi? Savollar bormi? Mubina. Aniqmi? Yo'q, Muhammad. Sevinch. Nimera? Fotima. Maryam. Chimoski. Xo'p, mana bular qisqaradimi? Bular ham qisqaradimi? Mana qisqartirib chiqdim. Qolgan narsani yozaman. Tepada a bilan b qolib ketdimi? A kvadrat plus 2 a bilan b qoldimi? Plus ya'ni b ni kvadrat. Past nimani formulasi? Nimani formulasi? Mana. Yozmaman uni. A plus b ning qo'sdi o'zi formula tayyor. Ketadimi bu? Tepada b. To'g'rimi? Mana shu nimaga bir yozavdik? Mana solda ham bor edi. Bir xillar yozmagan, bir xillar yozmagan. Mana qarang. A taqsim a kvadrat turgan bo'lsa, a bilan kvadrat qisqarsa 1/2 nima qolarmidi? Bu yerda ham xuddi shu narsa. Faqat a ni o'rnida a plus b kelyapti-da. Tushundinglar? Savollar bormi? Xo'p, endi a ni o'rniga olib borib qo'yamiz. Biz a deb nimani olgandik? M 1/2 plus n ni 1/2 bo'ldi, shuni qoldiramiz. Agar mabodo bu javob bo'lmay qolsa, mabodo bundoq yozsanglar bo'ladi. 1/2. Xo'p. Mana buni ildizsiz qilmoqchiman-da. Ildiz ostida m plus ildiz ostida nima? M. To'g'rimi? Chunki baribir mana bu yerda 2 bor, mana bu yerda 1 bor, to'g'rimi?
1 taqsim 2 deb yozsam bo'ladi. Buni ham 1 taqsim 2. Mana bu yerda ham ildizga kiritib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar mana. Buni qanday kiritamiz? 4 ildiz ostida a ni birinchisi plus 4 ildiz ostida b ni, chunki baribir 1da 4 ga bo'lamizmi? Olib ketmadimi, bo'ldimi? Xo'p, mana bu-chi, mana bu. Ildiz ostida nima degani? X minus ildiz ostida tushunarli, ikkisini yozish shart emas. So'ylab ham bo'ldi, yozib olaylik.